Lekin endi bo'lsa bir qiziqarli masala ko'ramiz. 3 va 5-sinflar tezkor matematika kitobidan ko'ramiz. Xo'p, masalani o'qib eshittiraman. Bitta tarvuz va bitta qovunning og'irligi 15 kg, bitta tarvuz va bitta handalak og'irligi 14 kg. Bitta qovun va bitta handalak og'irligi esa 13 kg bo'lsa, tarvuzning og'irligi qancha? Xo'p, yozib olamiz. Bitta tarvuz T plus qovun teng 15 kg ekan. 15 kg. Bitta tarvuz va bitta handalak. Tarvuz plus handalak 14 kg. Endi aytyapti, undan tashqari bitta qovun va bitta handalak. Qovun plus handalak teng deyapti 13 kg. Bitta tarvuzning nimasini og'irligini toping deyapti. Ya'ni bitta teng so'roq. Buni qanday ishlaymiz? Xo'p, buni ishlayotganda asosan sistemani qo'shib yuboramiz. Sistemani chap tarafini va o'ng tarafini qo'shib yuboramiz. Chap tarafini qo'shayotganimizda ikkita tarvuzmi? 2 tarvuz plus 2 tarvuz plus ikkita qovun plus ikkita handalak bo'ladi. Handalak teng. Endi o'ng tarafini qo'shamiz. 15, 14 va 13. Bu yerda 12 va 42 bo'ladi. Ikkitadan tarvuz, qovun va handalaklarning og'irligi 42 bo'lsa, endi faqatgina bittadan topamiz. Ya'ni T plus Q plus H, ya'ni qovun, handalak, tarvuz 21 kg bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizda T ni so'ragan, ya'ni tarvuzni so'ragan. Asosan yuqorida biz T plus Q imiz berilgan. Shu yerda berilgan T plus Q imiz. Shu yerga olib kelib qo'yamiz. Olib kelib qo'yadigan bo'lsak, unda bizga aytiladi T plus Q plus H imiz 13 kg teng. 13 kg teng 21 bo'ladi. Bu yerdan T ni topadigan bo'lsak, 21 dan 13 ni ayrimiz. 8 kg kelib chiqadi. Ya'ni tarvuzning nimasi og'irligi 8 kg ekan. Shundan tariqa qovunniki va handalakni og'irliklarini topsam bo'ladi.